Ha, shunaqa joylarni olsangiz bo'ladi. Mana shunaqa joylarni-chi, anundoq qora qilib qo'yib oladi, kadr orqasi. Hozirgi kunda Bayot tumanidagi 42-maktabda boshlangan sinf o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Juda asabiy bo'lib qoldim. Bolalarni o'qitishda kechqurunlari o'ylab chiqardim, uxlay olmasdim asabiylashganimdan. Ya'ni kechqurun miyangiz miyam yo'q, miyam umuman dam olmasdi. Uxlab 5 soat uxlasam ham, 4 soat uxlasam ham, tursam hozir ko'zimni yumib, hozir ochgandek tuyulardi. Ko'p o'ylardim, masalan, o'quvchilar nega o'qiy olmayapti, nima qilishim kerak, qanaqa metod qo'llashim kerak degan narsa bo'lardi. Keyin bu mahsulotni tavsiya qilishdi, jiyanim tavsiya qildi. Ichib ko'rganimdan keyingi holatim, jiyaningiz ichganmilar mahsulotni? Ya'ni ha, o'zlari ichganligi uchun bizlar mahsulotni iste'mol qilganlar. Ha, mana shu mahsulotni iste'mol qilganligi uchun bir kuni o'zi tavsiya qilib qoldi. Xola, men dagi shunaqa mahsulot ichib ko'rganman, siz bir ichib ko'ring deb tavsiya qildi. Tushunarli. Natijasi qanaqa bo'lgan ularda? Yaxshi, zo'r bo'lganligi uchun menga tavsiya qilgandi. Aha. Mendan holatni ko'rib, ha, masalan, ko'p asabiylashganim uchun, ko'p anaqa qilganim uchun, jahlim tez chiqqanligi uchun shu mahsulot tavsiya qildi. Tushunarli. Qarang, mahsulotni iste'mol qilgansiz, oldin. Tushunarli. Mahsulotni, shu bizning mahsulotni iste'mol qilmasingizdan oldin nima holatlar qiynagan sizni? Uyqusizlik birinchi o'rin. Uxlay olmasdim. Keyin anaqa miyam uxlasam ham miya dam olmasdi, xullas. Ha, tushunarli. Miya o'chmasdi. Miya o'chmasdi. Uxlasam ham shu o'ylayverardim, mana nimaga shunaqa bo'lyapti, nega o'qimayapti o'quvchi degan narsa. Keyin tez jahlim chiqadi. Ertalab tursam, charchoq menda juda ham kuchli, xuddi charchoq bo'ladi. Yelkamda bir narsa bosgan og'ir bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, keyin mahsulot iste'mol qilganingizdan keyin nima o'zgarishlar bo'ldi sizda? Uxlash, miyam dam oldi. Kechasi uxlaganingizda, kechasida uxlaganimda 1 soat uxlasam ham tursam miyam dam oldi. Eng muhimi miyam uxladi, dam oldi. Tushunarli. Tiniqib, ya'ni yaxshi bodri holatda turamiz. Asabiyligim o'z-o'zidan mana shu mahsulot ichgandan keyin to'xtadi. Ertalab tursam tetik uyg'onaman. Tetik, tushunarli. Ana kun bo'yi asabiylashish, baqirishim, bunaqalar to'g'ri kamaydi, kamaygan. Tushunarli. Lekin mana o'qituvchilar shu gapni so'radi. Sen biror nima ichyapsizmi? Nimaga bunaqa bemalol asablaringiz tinchlandi? Sizdagi o'zgarishni sezdi, atrofimdagi o'qituvchilar sezdi. O'qituvchilar ham sezishgan. Ha. Mahsulotga aytdim, men mana shunaqa nevrosilik mahsulotini ichyapman. Mana shu men rostdan ta'sir qildi-da. Baqirmadim, asablarim tinchlandi. Keyin charchoqlarim yo'q. Kechgacha, lekin haqiqatan men bo'lmasam soat 8 da darsga kirsam, 3 da chiqaman-ku. Yo'q, charchamasdim. Bolalar bilan ishlash menda zo'r bo'ldi. Natijam ham zo'r bo'ldi. O'quvchilar o'qishda ham o'rganib, ana bu boshida asabiy bo'lib bolalarga baqirib qo'yardim-da, anaqa o'qishni bilmayapsan deb. Hammasi o'sha asabdanida. Hozir opa siz 2-marta qabul qilyapsiz. 2-marta. Tushunarli. Endi qarang, buni ichmagan yurtdoshlarimiz bor. Sizni mana ko'rib turgan yurtdoshlar, ichmagan odamlar bor. O'shalarga nima tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Albatta ichishini tavsiya qilaman. Chunki masalan o'zimda bo'lganligi uchun qo'rqmasdan bemalol birovlarga tavsiya qila olaman. Ya'ni o'zingizda yaxshi natija bo'ldi. O'zimda yaxshi natija bo'lganligi uchun. Agar birov menga mana ichib ko'ring, zo'r ekan desa ham ishonmayman, to'g'risi. Bundan oldingi menga ham ko'p narsalar tavsiya qilishgan. Ichmaganman. Endi o'zimda jiyanim. Ha, demak boshqa mahsulotlar ham tavsiya qilishgan, iste'mol qilmagansiz. Lekin buni iste'mol qilganingizda natija yaxshi bo'ldi. Ichganligim uchun natija zo'r. Bemalol bizning kompaniyadan rozimiz shunda? Albatta roziman. Bemalol olib ichishini tavsiya qilaman.